Zudlik bilan 2 xonali kvartira sotiladi. -1 etaj noturar bo'ladi. Suv, svet, kanalizatsiyalari bor. Birinchilarga tashqarini ko'rsataman. Mashina qo'yadigan stoyankalari, detskiy plashatkalari, oziq-ovqat do'konlari bor. Lokatsiyasi juda ham yaxshi joy. Ayrim jihozlari bilan sotiladi. Hozir mana shu uyni ko'rib chiqamiz. Boshqacha bu -1 etaj. Sizlarga ko'rsataman. Qani ketdik. Uyimizga kelayotganingizda sizni mana shunday mustahkam temir eshik kutib oladi. Qani marhamat do'stim. Kirganingizda mana shunday katta hol sizni kutib oladi. Koridorlari ham kattagina. Birinchi bu tarafimiz mehmonxona bo'ladi. Bu joyimiz mehmonxona bo'ladi. Ko'rib turibsiz, mana shu jihozlar bilan sotiladi. Oynalari akvaplastdan qilingan termoizolyatsiyali 2 qavatli bo'ladi. Ko'rib turibsiz, eshiklari ham chiroyli, mustahkam qilingan. Bu xonamiz yotoqxona bo'ladi. Mana shu jihozlari bilan sotiladi. Xonalarimiz hammasi to'pli pol qilingan. Qishda muammo bo'lmaydi. Bu tarafimiz esa oshxona bo'ladi. Ko'rib turibsiz, oshxona barcha jihozlari bilan sotiladi. Bu tarafimiz sal uzun bo'ladi. Ko'rib turibsiz, yangi ta'mirdan chiqqan, hamma yo'g'i yangi. Lokatsiyasini aytishdan oldin sizlarga mana shu uyimizga kirishdan oldin shu joylarimizni ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turibsiz, mana shu joylarimizga do'konlar qurilyapti. Juda gavjum, chiroyli joylar bo'ladi. Endi lokatsiyasiga aytadigan bo'lsam, o'zimizni turma taraf Qalsovoydan Hortim tarafga chiqib ketayotganingizda Rus qabristonidan 200 metr o'tib, chap qo'l tarafga mana shu joyga burilasiz. Ikkinchi dom bo'ladi. Narxini aytguncha Fayzli Vodiy bozor Instagram hamda Telegram kanalimga ulanib oling. Do'stingizga ham yuborib qo'ying, foydalanib olsin bizning kanalimizdan. Narxiga keladigan bo'lsak 25.500 kami bor. Pastdagi raqamga qo'ng'iroq qilib egasi bilan kelishib olasiz. Olganga ham, sotganga ham barakot bersin. Bizni kuzatib boring. Xayr.